Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'lommisizlar? Srochno hozir Sadaf kompaniyasi tomonidan ochilgan ish o'rinlari haqida qisqacha ma'lumot bermoqchimiz. Azizlar, hozir Mitishida bizga srochno er-xotin ishga taklif qilinadi. 30-45 yoshgacha bo'lish kerak. Dokument albatta bo'lishi shart deyishyapti. Prava желательно, но не обязательно. Buni oyligi 180 mingdan boshlanadi. U yerga ishlaydigan er-xotinlarimiz yaqin o'rtaga O'zbekistonga qaytish kerak. Andijonlik er-xotinlarimiz ishlashardilar. O'zlari har bitta ishda erkak ishini, ayol ishini ko'rsatib, o'rgatib, hamma narsani tushuntirib, keyin sizlarga ishni topshirib ketishadilar. Keyin Novoy Moskvaga hozir ishimiz bor. Kampirga qarash kerak. Bitta kampirda o'zi qizi ko'proq u nimalarga yuradi, komandirovkalarga yuradi ko'proq, doimo turmaydi. O'sha kampirga qarab va uy ishlarini qilish kerak. Mana shu yerga er-xotinlar ishga taklif qilinadi. Ularda oyliklari 150 ming, lekin bu yerga prava albatta bo'lishi shart deyishyapti. Dokument registratsiyalarini qilib berishar ekan, keyin trudовой договорlarni ham o'zimiz qilib berishamiz deb aytishdi. Padoshkinaga ham srochno ishimiz bor. Bularda oyliklari ham 150 ming. Azar Smolenskda Mukatdan masalan 200 kilometr uzoqlikda musulmon oilasiga ikkita er-xotinlar ishga taklif qilinadi. 30-50 yoshgacha bo'lgan er-xotinlar prava bu yerga ham желательно, но не обязательно. Dokumentlarni qilishiga ham o'zlari yordam berishar ekan. Ana shu yerga hozir ikkita er-xotin kerak bo'ladi. Ko'proq sad, огород, mana shu qo'y qo'zilari bor ekan, ularga qarash kerak. Oyligi 150 ming, turar joyi o'sha yerda. Keyin pitaniyalarga 5 mingdan berishar ekan va bir oyda 5 kilodan halol go'sht ajratishar ekan. Bu musulmon oilasi. Mana shu yerga ikkita er-xotin kerak bo'ladi. Srochno bu ishlarimiz. Dmitrovskiy rayonidagi ham ishimiz bor. Hozir sadovnik kerak bo'ladi. Ishlarimiz bo'yicha 8 977 967 77 97 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib